Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 22. qism. Nafisa Ilshatning mashinasi bilan mahallasiga 5 minutda berib bo'lgan edi. Ilshat mashinani Nafisaning uyining sal ustiga to'xtatdi va biror jiddiy yordam kerak bo'lsa, o'zini cho'qim izdishini toplab, uning bilan xo'shlashdi. Nafisa mashinadan tushib, sapmi kash bilan paloqishib yugurib, uyga kirdi. Pashaxon Nafisani saqlab o'ltirgan bo'g'ashqa, u eshikdan kirishi bilan uning qo'liqdan so'zib, tishlarini g'o'chirlatib turib, "Menga bugun rost gap qil. Tuniga yulduz degan qasmoqning tug'ilgan kuniga borganda, zada nima ish yuzbadi? Rostini demaydigan bo'lsang, mendan ko'rgan kuning bor. Ayta!" Men u yerda hech yuz bermadi. Shunday ko'ngillik bo'ldi. Nimaga bunday so'rab qolding? Tushunmadim-ku hamma. Yolg'on aytma. Meni bilmaydi deb qolganmisan, ha? Heliqi ismi nima-de? Ha? Esimga keldi. Nazila degan xotinning eri bilan sening xufiyani munosabating bormi? U yerdan qo'landing shundaqmi? Gap qildim, bu joy nimak? Men hamma. Men rostlik gapingni tushunmadim. Mening u odam bilan nima ishim bo'lsin? Ham yana kelib, u xotinni tunimisan. Sana kim shundaq dedi? Yulduzmi? Yoki Nurxonmanmi? Bu Pashaxon Nafisaning qat'iylik bilan yo'q deb turishlariga qarab, Nurxonni yolg'on gap qildi deb o'yladi. Shundaqdimi, bugun Nafisaning qayerga borganligini bilib beqish uchun uningdan "Amsi boya qayerda eding?" deb so'radi. Nafisaning og'zidan tezla "Orqadagi to'pilikda edim" deb chiqib ketdi. Nurxonmi boya Pashaxonga Nafisaning shu yerda Ilshat bilan turganligini degan edi. Shunga u Nafisadan gumon qildi va uning ustiga menib o'ltirib, tastikiga necha qachat soldi. Orqadan "Bu nomussiz sharmanda. Seni baqqanqa meni buncha to'yg'izmasang nima bo'ladi, ha? Sen qanjoq orqadonga xaroblikqa berib, yilqi ar bilan ko'rishding shundaqmi? Ha? Gap qil. Seni shu yerda ko'rganlar ekan. Ajaba buningdan mutin olamsan, ha? Tuniga yuz bergan ishdanmi? Alli bir xabar topib bo'ldim. Meni jahonda yuzimni ko'tarib qo'yamsan, yo'q, ha? Voy, men qanday qilay? Odamning olisi ichida, hayvonning olisi tishida deb kim aytgan bo'g'aydi? O pesmayma. Sakran turmuşda uygan qurib qo'yamadi. Hocam, ötünüp qalay. Men unda qilmadim. Pashaxon Nafisani urib, qo'llari og'rib, hech holi qolmaganda andin to'xtadi. Nafisa yerda chochlari cho'vulgan, ikki yuzi tayoqning zarbasida qizargan holda yig'lab yotadi. U hamma bu ishlarni qayerdan bilgandi deb o'ylab, darhol yodiga Yulduz keldi. Chunki u bugun Yulduzga o'zining adresini aytib bergan. Orqadan Yulduz boramaydigan bo'ldim deb telefon qilgan edi. U o'rnidan turdi-da, yerga tushib qolgan telefonini elib, Pashaxonning qayerga borsan deganigimi parvo qilmay sirtga chiqib ketdi va Yulduzga telefon qildi. Yulduz telefonni g'ijinshib turib oldi. Nafisa hozirning o'zida ko'rishmisi bo'lmaydiganligini, o'rnini desa o'zining boradiganligini, Yulduzga maslahat soladigan ish borligini dedi. Yulduz bir soatgacha dachiga qaytadiganligini, shu yerga berib o'zini saqlab turishini dedi. Ular dachida ko'rishadigan bo'lib kelishib, telefonni qo'ydi. Yulduz shu topda u cho'qim Ilshatning ishini menga maslahat soladi. Nima deydikan qani, men bir anglab baqay deb maktabdagi ishlarini tez tugitib, dachiga qarab yo'l oldi. Nafisa Yulduz kap bo'g'icha allaqachon berib saqlab turgan bo'lib, eshik oldida Yulduzni saqlab turmoqda edi. Yulduzmi keldi. Biroq Nafisa Yulduzni ko'rish bilan tang etilib berib, uning chechig'ili esildi va yuziga ikki tastak selib etib, Dünyada sendek mi dost bulamdı, ha?
Sen mendan foydalanib, meni tug'ilgan kun o'ltirishingga chaqirding. Ondan üstümge qasdan ichimlik to'kib etib, meni hammangning uyiga boshlab qo'yib, orqangdan Elshadni yenimga kiyim chiqib berishga buyurding. Sen şu ishlarga oldin tayyorlik qilib qo'yg'achqa, Elshadga qasdan salat yegizib, ajdaha mevasining rengini yuziga surib qo'yding. Shundaq emasmi? Gap qila, va qanjoq. Ammamga nima deding? Ha? Tatta va qo'lingni, u pes qalanda. Qeyrita tuqamanga nima debdiman? Ha? U qeyrmaymoqni ko'migili menga ne zaman? Meni so'roqqa tatirganga sen kimding? Ha? Onamma, yoki dadamma va yoki amjimiz oshnammi? Yaxshilik yarashmaydigan pes tozliqchining qizi. Seni-chi do'stim deb yenimga tatqinimga xo'sh bo'lsang bo'ladi. Voy yetmak. Men qilgan bo'lsam nima bo'pti? Ha? Qilmagan bo'lsam nima bo'pti? Qo'saq og'riqqan bo'lg'achqa xudiksirab menga shilting atqa yaldirma bu. Menga-chi sendek do'stning lozim yo'q. Hozir mening boy, isil sifat govdan do'stlarim bor. Sendek injimarifning yenimdan ketganiga bir tal tukimni tavrab qolmaydi. Seni qanday rasva qilib o'tamankin, kuni qarab tur. Mana ko'zimdan yo'qol. Bu buzuq. Shundaqmi? Mendek do'stingda numus qiraq bo'ldingmi degina? Ha? Meni Elshadga yiqilishga kushkurtganmisan? Uning bilan munosabat bog'lash taklifini berganmisan? Bilaman. Sen bugun xarobiylikqa berib, men bilan Elshadni ko'rib, o'zingning yolg'iz chikkandek yurguningga iching qaynab, fursatni qo'ldan bermay udul berib, hammamga chekishtirguningni bilaman. Qashqi sansan ko'zga, kishiga sansan o'zingga deb tikan. Sen metihi bilmaysan-ku deyman. Xuddi sen mening sirimni bilganga o'xshash. Menmi sening bu boy-boy yashab turmushingni vayron qilib atgandek siringni bilaman. Qani ko'ramiz, kim kimni rasvo qilib, yuzini ko'taranmas qilib qo'ydi ekan. Yulduz Nafisaning siringni bilaman deganini anglab, darhol uning oldini to'sib, uningdan zodi nima sirini biladiganligini so'rab turib oldi. Nafisa vaqti kelganda bilib qolasan deb uningga qarabma qo'ymaydi. Yulduz Nafisani to'sib bulanmay, oxiri uningga yalvorishga boshladi. Kechirim so'radi va Pashaxon bilan ko'rishib baxmaganligini, uningga hech nima demaganligini, shundaqla Elshad bilan uning ishini o'zidan boshqa hech kim bilmaydiganligini deb bo'lib, taqqida to'xtab qoldi-da, menga bir soat vaqt bergin. Bu ishlarning manbasini aniqlab, seni oqlayman deb qo'yib, ichida xab ana deginicha Udul apsi Nurxonning yeniga kirdi. Men sana dema degan gapni Pashaga debsan-ku, ha? Agar onam bo'lmagan bo'lsa, og'zingni yirtib qulqulga isib qo'ygan bo'lardim. Kimning og'zini yirtib nimasiga isib qo'yatding, ha? Gap so'zlaringga diqqat qil. Men degan sening onang. Hili beka sening zuvaningni yirtib burningga tiqib atmay yana. Nim bo'pti-kan, ha? Nim bo'pti-kan? Dedim, nima ish qilmayman? U qeyrmaymoq meni xalqning qizining pulini xashlading, numusni bilmading deb og'zidan poq eqib to'xtamasa, menda nima amal? Men o'zimning qizining pulini xashlagan tursam, shung achchig'imda menmi jiyan qizining pastchiligini oshkorlab qo'ydim shu. Bo'lmabdimi? Qarg'anda Nafisa degan tuk sendan hisob aql kelgan o'xshamamdi. U bir nimani deb mening ko'nglimga azor bersang, ko'nglingga ayon. Oqibatimiz yaxshi bo'lmaydi-jimi? Yulduz o'z opsiningmi o'ziga tahdid solgandek qilgan gaplarini anglab, chidab bo'lolmay, yerga o'zini tashlab, yuziga qachatlab urishga boshladi. Nurxon Yulduzning qo'lini tutib elib, "Nemishqa o'zingni urasan? Bo'ldi, to'xta" degan bo'lsa-mu, Yulduz hech to'xtaydigandek qilmaydi. Oxir bo'lmay, Nurxon qizining yuziga tayoq seg'inib qolgan bo'lsang, "Mana sanga" deb qattiq bir shaplaq selishi bilan tang. Yulduz ruhi chiqib ketgan odamdek sangilab o'ltiribli qoldi. Orini bir haza sukut bosgandan keyin Yulduz jonsiz ham titrangi ovozda yig'lamsirab turib Nurxonga: "Bilamsan ana, Nurg'un badal to'lab oran erishgan bu narsalardan sening sababingdan ayrilib qoldigan o'xshayman. Bir gapning ikkisi bo'lsa, unda qilmasang, bunda qilaman, bunda qilmasang seni oq qilaman deb menga tahdid silib qo'rqitishni bilasan. Men bu shundoq takki-tukki yurishdan joq to'ydim. Men qo'rqaman. Qachon shu ishlarimiz oshkoralanib, boshqalarning ko'zini bo'yab, xalqning qizini zolaytib kirvag'anim uchun turmadi deb jazo o'taman deb. Qonunning jazosidan qo'rqaman. Jinoyat o'tkazib hech kim hozirgacha qonunning to'ridan qochib qutulamagan. Tishimizning barida go'shayli deb men shuncha tirishchiliklarni ko'rsatib, sen mening ishlarimni buzish bilan avora.
Qirg'irab Pashaxon ammam bilan Nafisami bizning sirimizni biladigan o'xshaydi. Nim dedi? Sana kim shundoq deydi jinim balam? Kim deydi? Nafisa dedi. Men sening o'tirliqni qalayimqan qilib bilmaganligim uchun uning men qilgan gaplari shundaqli yuzimga saqan qochtiqicha demay bekor meni aybladi deb uning ko'ngliga azor beradigan gaplarni qilibdiman. U menga sening bu boy yashab turmushingni vayron qilayotgan siringni bilman deb qo'yib ketib qoldi. İşler şundaq tursa, men jig'liman kim jig'lisin? Men qaqshiman kim qaqsin? Agar bizning burunqi mahallimizga qaytib shu yerda hech kimning ko'ziga ilinmay yurishimizni xohlasang, meni turmalarda jazo o'tishimni xohlasang, o'mi mayli. Men hozirlab berib, Mavlud apandiga bizning qilgan ishlarimizning hammani deb bu ishlarni oxirlashtirman. Navoda burunqi turmushimizga qaytishni xohlamasang, o'zing chiqib po'qongni o'zing yig'ishtir. Pashaxon ammamni izlab uningga men qasdanga degan damsan. Nima desang, bir nima deb Nafisani aqlab chiq. O'tkasa Nafisaga bosh urib kechirim so'ra. U bizni kechirib, Pashaxon jiyanni kechirib ishlar o'ngishilib qolsa, Nafisadan nima sirimni biladiganligimni so'rab bilib olgandan keyin uning og'zini o'zim tuvoqlayman. Bo'lamdi ana, ha? Yulduz Nurxonga shu taklifni berdi. Nurxon bu yerda otxonada turishga roziki, herkes Mukoni mahallasiga berib, burunqi turmushiga qaytishni faqatla xohlamaydi. Yulduz dadisi Sardarning qayerda ekanligini, necha kundan beri dadisini ko'rmaganligini dedi. Nurxon Sardarning yurtqa achisini yo'qlab ketganligini, bugun atining ichida qaytib keladiganligini deb Yulduzga tasalli berib, o'zining qo'pollik qilgani uchun ham yana bugun cho'ng xatolikdan birini o'tkazgani uchun uningdan kechirim so'radi. Yulduz Nurxonga bir eg'izmi javob qaytarmay, dachiga qarab mangdi. Nurxon bugun men bilan uxla qizim degan bo'lsa-mu, u gaplar Yulduzning quloqiga kiradigan-dek qilmaydi. Shunda qilib Nurxon yana qaytadan tayyorlik qilib Koni mahallasiga, ya'ni Pashaxonning yeniga qarab yo'l oldi. Nurxon Pashaxonning yeniga berib, Yulduzning o'rgatganlari bo'yicha ochiqqa chidamay mundaqli deb qo'yganligini, Nafisada hech qanday xatolik yo'qligini, undaq ishlarning azaldan yuz bermaganligini deganda, Pashaxon Nurxonning yuziga natchini tukirdi. Biroq Nurxon lamjim demay chidab o'ltirgan edi. U kechirim so'rg'anim bo'lsin deb belikidan oltin bilaguzukni chiqarib Pashaxonning qo'liga sep qo'ydi. Pashaxonning ochiqimi bir tal oltin bilaguzuk bilan biraqli yenib ketgan bo'lib, yana burunqidek "Voy mening nurim, mening qadinasim" deb so'zlab, rahmat aytib, og'zi yumilmayli qolgan edi. Nafisaga uvol qilgani uchun uningdan kechirim so'radi. Nafisa hech qisi yo'q, o'tib ketdi deb javob bergandan keyin ishlarning o'ngshalganini ko'rgan Nurxonning ko'ngli joyiga tushib, "Amsi men qaytay" deb mangdi. Yulduz hujrasida ishlarni opsining o'ngshigan yoki o'ngshiyanmaganidan ansirab, tit bo'lib, u yoqdan bu yoqqa to'xtamay mangmoqda edi. U Nurxonning ish bitdi degan telefonini topshirib olgandan keyin, ondan ko'ngli o'z joyiga tushdi va yuziga qaytadan kulki yugurib, Nafisa bilan ko'rishib, uningdan o'zining sirining zodi nima ekanligini bilish uchun grimlarini to'liqlab eshikdan chiqmoqchi bo'lib manganda Mavlud bilan uchrashib qoldi. Mavlud nega bordiganligini so'ragandan keyin, hozir o'zi bilan munosabatlik jiddiy maslahat qiladigan gap borligini, paranglashib bo'lgandan keyin ondan nega bo'lsa shu yerga berishini deb uni uyga qaytarib kirdi. Yulduz Mavludning chiroyining boshqacha turganligini ko'rib, "Ajaba Nafisa Mavlud apandiga biror narsa deganmidi" deganlarni o'ylab ulgurgan edi. Mavlud hammaylarni chaqirib, mehmonxonaning zaliga yig'di va gelini qirib qo'yib, gipining beshini chiqardi. Asli sizlarni bu yerga chaqirib yurishimning faqatli o'rni yo'qdi. Men turmush qurg'ili xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, biroq Nargizadan birmi farzandim bo'lib boqmadi. Shunga men Yulduzning nopus ishlarini bajarishni boshlab etdim. Uningdan keyin Yulduz bizning oilaning haqiqiy bir a'zosiga aylanadi. Yulduzning nopusimga elish uchun cho'qim uning bilan bir yerda, birli vaqtda ota bolalik qon tashurtish qiladi ekanmiz.
Şuna biz Yulduz bilan atigandila ota balalik qon avrishkisi elib tekshirishga boramiz. Qonning tekshirish natijasi chiqib, uning bilan mening qondoshligim isbotlansa, qonunli holda u mening haqiqiy qizimga aylanadi.